Bismillahirrohmanirrohim. Halol mol davlat. Barakaning muhim omillaridan biri halol yo'l bilan mol davlat topishdir. Zero, halol yo'l bilan topilgan mol davlatni Alloh taolo ziyoda qiladi. Halol kasb bilan tirikchilik qilib, shunday muhitda tarbiyalangan farzandlar ota-onasi va el yurtiga ko'p manfaat keltiruvchi shaxslar bo'lib yetishadi. Zakot va xayr-ehsonlarning ajr-savobi, fazli barakat ham halol moldan hosil bo'ladi. Aksincha, harom yo'llar bilan topilgan mol davlatda baraka bo'lmaydi. Alloh taolo marhamat qiladi. Alloh sudxo'rlikni foydasini yo'q qiladi va sadaqa beruvchiga boyliklarini ziyoda etadi. Baqara surasi 276-oyat. Ushbu oyat karimada harom ishlardan biri bo'lgan sudxo'rlikdan qaytarib, shu yo'l bilan topilgan mol davlat yo'q bo'lishi xabari berilyapti. Bu o'rinda yo'q qiladi deb tarjima qilingan kalima arab tilida sekin-sekin yo'q qiladi, birdaniga yo'q qilmaydi degan ma'noda ishlatilinadi. Sudxo'rlikning mol davlati behisob ko'payishi mumkin, lekin kuni kelib Alloh taolo uni barakasizlik bilan yo'q qiladi. Sudxo'rlarni turli kasalliklarga duchor qiladi, tinchligini, xotirjamligini oladi. Sudxo'rni hamma yomon ko'radi, la'natlaydi. Amr ibn Os radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaysi qavmda sudxo'rlik oshkor bo'lsa, ular qurg'oqchilik bilan jazolanadi. Qaysi qavmda poraxo'rlik oshkor bo'lsa, ular qo'rqinch bilan jazolanadi deganlar. Imom Ahmad rivoyati. Bu dunyo imtihon va sinov dunyosidir. Alloh taolo bandalarini boy badavlat yoki kambag'allikda sinaydi. Kim boy badavlat bo'lsa, bu Alloh taoloning yaxshi ko'rishiga dalil emas. Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasiga ham, yomon ko'rgan bandasiga ham mol davlat beradi. Hamma gap bandaning sabri, shukrida. Haromdan kasb qilish inson qalbini qoraytiradi. Iymon nurini so'ndiradi. Rizqi va umridan baraka olinadi. Duo va iltijolar qabul bo'lmaydi. O'g'irlik, poraxo'rlik, sudxo'rlik harom yo'l bilan kasb qilishlik demakdir. Bu illatlar davlat va jamiyat uchun nechog'li ofat ekaniga izoh ortiqchalik qiladi. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.